أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد. bugünkü ders باب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. Heyzga münasebetlik meselelerinin babı. El-hayd fil lugati es-seylan. Hayd degan so'z arab tilida eqishdan kelib chiqqan. Yuqalu hadatul arnab idza sala minha ad-dam. Masalan, toshqan hez ko'di desa arab tilida toshqandan qon oqqanligini bildirdi. Va hadatush shajara idza sala minha as-samghu. Daraxt hez ko'di desa daraxtdan shilim yoki yilim saqib tushganligini ko'rsatdi. Shariatda saylanu damin maxsusin min mawdi'in maxsusin fi vaqtin ma'lum. Ma'lum sifatlik bir xil qon deydi. Min mawdi'in maxsus. Oldi tarafdan keladigan sifati ma'lum bo'lgan shuna bir qon yoki xun deymiz. Fi vaqtin ma'lum. Ma'lum chaqlarda, ma'lum kunlarda, ya'ni har oyda bir qatim keladigan xundan iborat demoqchi. Haydni yana arab tilida at-tams deb ataydi. Yoki al-aada shahriya deb qo'ydi. Oylik odat. Yoki ko'ni arab tilida ad-dahik deb ataydi. Shu Qur'on Karimdagi shu Ibrohim alayhisolamningki farishtalar kelgan vaqtida va imra'atuhu qoimatun fadahikat. Ayoli shu yerda tug'an yoki turib xizmatini qilayotgan mehmonlarning. Albatta farishtalar bishorat bergan chaqda hayron qilib odatdagi kulishni kulgan deb tafsir qilgan olimlar. Yana bir tafsirda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan kelgan tafsirda shu chaqda ezguda hayron qolgan. Ya vaylata alidu wa ana ajuzun va hada ba'li shaykha. Men yashnab qolgan, ya'ni ez to'xtab ketgan ayol turib tuxamdima deb hayron qolgan. Fadahikat degan shu so'zni mufassirlar shu hayz ko'di debmi tafsir qilib, hayzning bir ismi deb qaraydi, dahik deb. Nonga hayzning ismi at-tams, ad-dahik yoki al-aada shahriya yoki al-aada dawriya deb qaraydi. Hamda hayz ahkamlari shariatda nihoyat muhim ahkamlar. Buningga dinning butun tarmoqlari chetilib ketgan. Çünkü buna tushunmasa din ahkamlarini joyida ilib mang'il bo'lmaydigan bo'lib ketdik. Hatto ayollarning emas, erlarning hayotiga, turmushiga munosabatlik. Yani mesela namoz buning chetishlik, ro'za chetishlik, iddat chetishlik, maslarga kirish, tavob qilish degandek bundan boshqa nurg'un ahkamlar shuni chetishlik. Yani bu hayzni Alloh taolo Adam qizlarga putayotgan ish deb Sahih Buxoriyda hadis bor. Qur'on Karimda mo yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innalloha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qur'on Karimda mo hayzning ahkamlarini zurul bo'lg'achqa bayon qilgan. قال المصنف رحمه الله تعالى والدماء ثلاثة. أنا مشو ayollardan keladigan xullarning turi, qonlarning turi 3 turlik bo'ldi. Birinchisi haydun. Wa huwa ad-damu alladhi tasiru al-mar'atu bihi balighatan. Mush hayz bir xundan iborat. Qon. Mush qon kelgan chaqda qizlar balog'atga yetadi demakchi. Demek şu çağdan tartib şeriat ahkamlarga mukallaf bo'ladi deymiz. Bibtidaihil mumtad ila vaqtin ma'lum. Şu boshlanishi bilan mukallaf bo'ladi. Al mumtad boshlangandan keyin bu xil uzun necha yil davomlashadi deydi. 30-40 yil ez kelishi mumkin. Har oyda ma'lum kunlarda. Ila vaqtin ma'lum degan ma'lum bir chaq qadar, yani ayollardan hayz to'xtagan qadar, yani ba'zi qarashlarda Hanifi mazhabda 50 yoshda bekitdi. Shofiy mazhabda
62 yosh deb bekitdi. Yoki ba'zi fuqarolar buning ma'lum bir yashi yo'q. Tan qurilishi qarab, jamiyat sharoiti qarab, hayz to'xtaydigan vaqtda o'xshash bo'lmaydi deb qaraydi. Endi shu hayz qani nimadan iborat? Bu aslida tan sog'lomlikdan ko'rilgan ahvol. Uyg'urcha kasallik deb atsam, tan sog'lomlikdan bo'ldi. Aslida baliyat quda farzand bo'lib qolsa, farzandni kutib olib, rizolantirib, shunda bir sharoit yaratishga bir modda tayyorlangan bo'lsa, qo'saq ko'tarish ahvol bo'lmagandan keyin buning salohiyati to'shab, ya bir haftada 10 kun salohiyat to'shab, bu qondan qutulmasa, baliyat qiz ziyon qilgan holatda ya sesib ketadigan bo'lg'achqa badan buni tashlatadigan gap. Har oyda bir qatim tashlash shuningdan iborat. قاله الكرخي أبو الحسن الكرخي عبيد الله بن الحسين أنا في مذهب إمامنا برسة أشندا تعرف قيغا يعني حيد نمد عبارات تسا هو الدم الذي تصير المرأة به بالغة ده تعرف لجان قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائد إلا بخمار حائد دجان مش هذا يذكر بقاغن يوم ما يدو هيز كرش yeshig kelgan, balog'atga yetgan, bo'yig'i yetgan qizlarningki yog'liq atmay namoz o'qishi durust bo'lmaydi. Kichik qiz bo'lib qolsa, beshida yog'liq olmasimi, namozni o'rgatish uchun, mashq qildirish uchun yog'liqsizmi turishi mumkin. Lekin cho'ng bo'lgan qizlar cho'qim yog'liq bilan namoz o'qishi lozim demakchi. O'shada hayd degandan tez ko'rayotgan emas, bo'yga yetgan degan mazmun maqsad qilindi. Chunki hayz ko'rgan ahvolda namoz o'qish harom. Va qala al-imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Fadl al-Bukhari bu imommo bizning O'rta Osiyodagi Buxoroda yashab o'tgan katta Hanafi ulamolarning birisi. Muhammad ibn al-Fadl Abu Bakr al-Fadli al-Bukhari al-Kamari Hijri 381-yili vafot bo'lgan Buxorolik katta faqihlarning birisi. Bu olim haydni bunda ta'rif qildi. Waddamul ladhi yanfuduhu rahimul mar'ati salimati anis-sigari wadda. Ya kichiklik illat yo'q, yoki kasallik bir illat yo'q. Sog'lom bir ayolning baliyatqisi churitadigan. Yani fudu degan asli qaqdi masalan, silkidi, irg'itdi degan ma'noda. Bu odamda tashlatilgan, churitilgan degan ma'noda. Nafada. Gilam qaqqanimi nafada deymiz. Undan keyin ya kichiklik yo'q, yoki kasallik yo'q, sog'lom bir ayolningki baliyatqisi tashlatilgan, churitilgan qondan iborat deb ta'rifladi. Ba'zi ulamolar yosh bekitishi mumkin. Necha yoshda eng tuvan bo'lsa, eng burun bo'lsa necha yoshda ko'rdi, ba'zilar 9 yoshda bekitishi mumkin. Ba'zi jamiyatlarda 10, 12 yosh, 13 yosh bo'lishi mumkin. 3 turlik xunninki, ikkinchi turligi istihada. Istihada degan va waddamul khariju min al-farji dun ar-rahim. Bu baliyat qudan emas, oldi tarafdan tanasul a'zolardan chiqqan qon. Yani bu bira tumuninki uzilib ketishidan yoki titilib ketishidan chiqqan qon, tumudan chiqqan qon. Masalan, bilkimiz qonab ketgandek, shunda tumudan chiqqan qon deydi. Baliyat qudan emas. Dunar rahim. Wa an-nifasu wa huwa ma yakhruju ma'a al-waladi aw aqibahu. Uchinchi turlik qon nifas deb ataladi. Bu bola tug'ilgan chaqda yoki tug'ilgandan keyin ham chiqadigan qondan iborat. Demak, ayollardan keladigan xunni 3 ga bo'ldi. Birinchisi hayd, ikkinchisi istihada, uchinchisi nifas. Ustozma, anis-sigari va da'i deganki, an deganni qanday tushunamiz? Kichiklikdan xoli. Bunda hech kichiklik bir ahvol yo'q demak. An degan osh xoli degan ma'noda. As-salima an demak. Yani nimadan sog'lom, kasallikdan sog'lom, kichiklikdan xoli degandek.
قال وأقل الحيض 3 أيام ولياليها. Haydninki her ayda kildigan bir adet bo'lg'achqa ayollar bir odatga bog'langan. 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7 kun, 8 kun endi. Lekin eng oz degan chaqda Hanifi mazhabda necha kun odat ko'rdi desa 3 sotka odat ko'rishi mumkin deydi. Uningdan oz bo'lmaydi demoqchi. Boshqa mazhablarda bir kecha kunduz yoki birdamlik ko'rishi mumkin deb qaraydi. Va aktharuhu 10 bilayaliha. Eng uzun davomlashib kelgan hayz 10 sotka deydi. Hanifi mazhab eng ko'pi deb mujna bekitdi. Boshqalar eng ko'pini 15 kun, eng izini 1 sotka yoki birdamlik deb bekitishi mumkin. Eng ko'pi 10 kun degandan keyin 10 kundan ortiq davomlashib kelsa desa ortiq kelgani istihada demakchi. Shafiy mazhabda 15 kun deydi. Shunga yuqorida Muxtorning matnida va aktharuhu 10 sa'a deb qo'ydi. Imom Shafiy 10 kun emas 15 kun deydi demakchi. Undan keyin bir ayolimiz 10 kun hayz ko'rgandan keyin yana xun kiriversa 10 kun hayz hisobida 11-kunni tatbiqlam poklangan hisobda har namozga yana tartib o'qiydi. Namozni boshlaydigan. لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب. Kız olsun çokan olsun. El-bikr ve theyib. El-bikr ve theyib cariye bulup qalsa, qaysi bo'lsa, hayzning eng aqalli muddati 3 ayyamin bilayaliha. Ve aktharuhu 10 ayyam. Hadisda bunda eni ko'rsatgan demakchi. Yani bu hadiste acizlik var. Ulemalar bunu aciz deb qo'ygan sanadini. Hem de bu hadis aciz. Yani bir mazhab şu aciz hadisini dil qilib akeldimişadi. Başka qarashlar 15 kun deganlar masalan. Onun boshqa qaraganlar aciz hadis mi ekanmagan? Chunki mushu masalada ezning aqalli bilan aktharini bekitishda sayidis yo'q. Sayidis bo'lmagan ekan Hanafi mazhab acizatine geldi. Başkalar hadisman ekenmay ayollarning adeti 15 günden aşmaydı deb adetin delile kelgan. Ve an Ebi Yusuf rahimahullah aqalluhu yawman ve aktharu thalis. Ebu Yusuf en az deganda 2 kun keladi deb to'xtamabdi. Aqalluhu yawmani ve aktharu thalis. 2 kun ve 3. kunning ko'p qismi 3 sotkaga yaqinroq kelishi mumkin. Hozir 3 sotka deganda sal to'ldi Abu Yusuf. 2,5 kundan jiqroq 3 sotkadan azroq bo'lishi mumkin demakchi. Iqamatan lil aktsari maqam al kull. Bu shu Imom Abu Yusufning va Hanafi mazhabda odatda qo'llanib kelayotgan mush qoidaga asosan bir narsaning ko'p qismiga shuning hukmini beramiz deb. Masalan, masih qilishda, tozalik ishlarda shunda bekitdi. Wala i'tibara bihi. Bu qarash inovatsiz demakchi. E'tibor qilinmaydi. Bihi yani Abu Yusufning mush qarashi. Nima uchun? Li'annahu tanqisun an taqdir ash-shar'. Chunki shariat yuqori hadisda shariat 3 kecha kunduz deb bekitdi, 3 sotka deb bekitdi. Abu Yusuf hozir shariat bekitgan miqdordan kamaytib o'tgan bo'ldi. Undan keyin va hadisningki aniq ko'rsatmaski xirob bo'lg'achqa hisob emas demakchi. Qala va ma naqasa an aqallihi va zada ala aktharihi istihada. Undan keyin biz hozir eng tuvan chekini bekitdik, eng yuqori chekini bekitdik. 3 sotka, 10 sotka deb. Bekitgan keyin 3 sotkaning oz muddat kelsa masalan, bir kun kirib to'xtab qolibdi. 2 kun kirib to'xtab qolibdi. Bu chaqda buni odat demay istihada deymiz. Endi 10 sotkadan ortiq kelsa, bu istihada bo'ldi. Hayz hisoblanmaydi. Li'annahu zaidun ala taqdir ash-shar'. Chunki shariat 3 sotka bilan 10 sotka orliqni bekitgan,
biz uningdan az yoki uningdan ko'p bekitib olsak, shariat bekitgandan ortiqroq bir narsani bekitgan bo'lib qolamiz. Fala yakunu haydan. Undan keyin u hez bo'lmaydi. Va laysa binafas. Endi hez bo'lmagan ekan biz qonlarni 3 turga ayirgan. Hez bo'lsak hez emas edi. Endi nifas bo'lsak nifas emas, yo tug'ut ahvoli yo'q. Undan keyin 3-turlik istihada bo'lishi muayyanlashadi. لأنه زاد على تقدير الشرع فلا يكون حيضا وليس بنفاس فيكون استحاضة لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة في هذه الثلاثة. Çünkü baliyat kudunyak aldı taraftan kıldıgan kan muş 3 türlük kanda çekilengende. Ondan iken va ikisi bo'lmagan ekan 3-turlik deb muayyanlashtiramiz. Qala va ma tarahu al-hamilu istihadatun. Hamildar ayol xun ko'rgan bo'lsa, buni istihod deymiz. Chunki hamildar ayol hech ko'rmaydi degan qarashga asosan. Li'annaha la tahid, ya'ni li'anna al-hamila la tahid demak. Biz shu hezni nima degan to'q? Shu bola bo'lib qolsa, bolaga ozuqliq va shu bolani parvarish qilishga ishlatiladigan modda degan to'q. Shu modda bola bo'lmagan ahvolda roli bo'lmagan ekan bedenning sirtiga chiqib ketmasa, baletni sesitdi. Undan keyin hozir bola bor. Bola bo'lgan ekan, shu bolaga ishlatilib ketadi. Bu qon kelmaydi deyman. Mana bu homildor ayol hez ko'ramni ko'rmamdi degan masalada ikki xil qarash bor. Ko'pchilik olimlar hez ko'rmaydi deb qaraydi. Ya'ni bu mazhabda shunda. Li'anna bil hamli yansaddu famur rahim. Chunki shu homildorlik ahvoli bo'lsa, balayotqining eg'izi itilib qoladi, bir narsa tushmaydi yerdan. Va yasiru damul haydi g'idaan lil janin. Hayzning qini ash turalmaga g'izo bo'lib ketadi. Fala yakunu haydan. Undan keyin u yerda hayz degan narsa bo'lmaydi. Qala wa huwa la yamna'u as-sawma wa las-salata wa lal-wat'a. Wa huwa degan mishada damul istihada. Wa huwa yani wa damul istihadati hozir istihazaning hukmini bayon qilyapti. Hayz emas, istihaza bo'lgan ahvolda mushunda turlik xun kelib qolsa, ro'z tutishnimi, namoz o'qishnimi, jimo qilishnimi to'sanmaydi. Bu narsa cheklanmaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam lil mustahadati tawaddai va salli. Istihada bo'lib qolgan ayolga men kesellulab davomli xun kelib turadigan saqlanmaydigan ayol degan chaqda, ya'ni hayz tugagandan keyin xun kasimi her namazga ta'tilib namoz o'qiyvering degan. Tawaddai va salli va in qatara ad-damu 'ala al-hasiri qatran. Qon bo'rga tamchilab tursimi, siz namoz o'qiyotganda jay namoz bo'rga tamchilab tursimi, bir namozga ta'tilib namoz o'qiyvering demakchi. Yani bu istihadan chetishlar muhim bir masala. Hayz to'xtab, hayz kunlari ketibdi. Hayz kun to'xtabdi. Lekin istihada qani davomlashibdi. Bir namozga tartilib namoz o'qidi, lekin shu arliqda istihadaning qani kelmadi, to'xtab qoldi masalan. Masalan, peshinga tartagan bo'lsa, asr bo'lgan qadar istihadaning qani kelmasa, tartib bor. Chunki tartib sundirgan bir ahvol bo'lmadi. Yani o çağda her namazı bir tartilish kerak emas, shu tartib bor hisobda. Lekin xun kelib turgan bo'lsa, o çağda her namazga tartildi. Xun kelib qolatdimi, shu yana olgan tartib bilan shu vaqtning namozini o'qiyverdi. Cho'ma suyuq to'xtamaydigan, yel to'xtamaydigan kasalliklarda shu istihada qoidasi bo'yicha har namozga yangidan tartilib şu vaqtning farzi va shunga munosabatlik sunnat namozlarni o'qiydi. Yani bir narsa qilayotgan ahvol bo'lsa-mu o'qiyverdi deymiz. Chunki bu uzrlik kishi. Va fi hadithin akhara inma huwa damu irqin infajar. Yani bir hadisda bu infajar degan mishadamni kesib ketgan yoki titilib ketgan bir tumudin
kep qalgan qon, yani tanasul a'zolarida bir qil qon tomirlari zaxmlangan bo'lsa, shu yerdan kelgan qon demakchi. Fala yamna'u karru'af. Davanken bunu qanab ketgan kishiga o'xshashlar namoz o'qish, ro'za tutish va jima qilishni to'sanmaydi. Amaliyotda hamda shu qonlarning rangi va firqi jihatdan farqlanadi. Buni ayollar biladi. Balyatqudan chiqqan qonning sifatini yoki tumudan chiqqan qonning sifatini ayollar ayriy oladi. قال وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض. Hez kunlarda, mesela 4 gün ya 5 gün 6 gün degan bo'lsa, odat shunda bo'lsa, shu kunlarda rangarang xun kep qolsa, mesela zig'irang, qaramtul yoki sag'och yoki shunda tumirang deymiz mesela, har turli rangda kep qolsa bu hez hisoblanadi. Chunki bu baliyatquda shunda siz tushadigan xun bo'lg'achqa her türlü rangda şekillenishi mümkün. Hatta taral bayadal halis. Ta ki ap suyuqluq kelganga qadar hez hisoblanadi. Lima ruya anna an-nisaa kunna ya'ridna al-karasifa ala Aisha radhiyallahu anha. Bunda bir hadis kelganlikdan shundaq dedik. Ayollar oldi taraf ishlatgan ash paxtalarni Hazreti Aishaga eklib ko'rsatdi. Yani din ahkamlarini yangidan o'rganayotgan. Bu pokizlik, namoz degan ishlarga endi qadam qo'ygan shu musulmonlar yangidan o'rgangan chaqlarda ayollar ishlatgan paxtani eklib, "Ma'vo izmo emasmi? Men poklanmabmanmi?" deb Hazreti Aishaga ko'rsatdi. Hazreti Aisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan buning ahkamlarini o'rganib yelligachga shu ayollarga ma'ohiz emas deb ko'rsatib berdi. Va kanat idza ra'atil kudra degan aslida dug' suv al-ma'ul kadir desak bu bunda leyg'an suv yoki yog'ni kadir deb qolsak dug' ulab qolgan yog'ning dug'i degandek. Va kanat idza ra'atil kudra qalat la. Ayollar kelgan paxtalarda shunda bir dug'lashgandek shunda bir rangda xun ko'rib qolsa, mesela tümirang, aşında ranglı bo'lishi mumkin. Qalat la yaqtaha. Tugmabdi. Hatta taraynal qassatal bayda. Ta ki siz appak suyuqlikni ko'rganga qadar namoz o'qimaysiz, hezdan poklanmagan holatda bo'lsangiz deydi. Al qassatul bayda degan oq suyuqlik. Nonki al kudra deb keladi kitoblarda as-sufra deb keldi. Sufra degan sag'och. Masalan bir jirang rangida sariq suvdek narsa. Al-kudra nishada suzuk emas, oq emas, boshqa rangda bo'lib qolgan demakchi. Va qala Abu Yusuf la takunu al-kudratu haydan illa ba'da ad-dam. Abu Yusuf dabto mushunda dug' alat kelib qolsa, qizilma emas, oqma emas, shunda o'tirib bir rangda kelib qolsa, oldida xun kelgan bo'lsa, qon kelib, uningdan keyin dug' rangi kelgan bo'lsa, hez bo'ladi. Boshda qon kelmay, dug' kelib, keyin qon kelgan bo'lsa, u dug' holat kelgani hez bo'lmaydi deb qaragan. Lianal kudrata ma yatakaddar. Chunki kudra degan nimada iborat bo'lsa, endi dug'lashgan narsani ko'rsatadi. Va avval shay'i la yatakaddar. Endi bir narsaning dastligi, masalan, yog'ni quysak, boshda yog'ning suzuk tarafi tushdi, dug' tarafi keyin tushdi. Valana endi bizning Abu Yusufqa dalilimiz, raddiyimiz, ma ravayna an Aisha radhiyallohu anha min g'ayri fasl. Hazrati Aishadan rivoyat qilingan hadisda uningda oldida kelib, uningdan keyin kudra kelsa deb ayirib jumidi. Kudra kelgan avvalda yo'qdi, hech jumabdi dedi. Va li annaha min alwanud dam. Yani qo'shimcha dalil ash kudrami hez xullarning ranglaridan birsi. Fasawaun kanat awwalan aw akhiran ka ghayriha min al-alwan. Undan keyin dastlabki kudra kelib, ay dug' rangda, tumi rangda, ya jigar rangda masalan. Endi bunday kelib, undan keyin tizg'och qon kelsin yoki bosh qon kelib, undan keyin
Şunlar rağmen binas gelsin. Hemmesi heiz hesaplandı. Ve kavluhu ve evvelu şey'i la yetekaddar diyen sözü kelsek İmam Ebu Yusuf'na biz deyimiz bunun qarta. Lima qulta inna hada evveluhu. Nima uchun siz shu dastlab kelgan qonni siz bunun başlanışı deb atolasiz? Bunun besh emas, balki oyoq tarafi bo'lishi mumkin. Ya'ni tuvan tarafi. Bu holatda shishning masalan ost tarafiga o'rnagan qismi bu bir avval bo'lishi mumkin. Wa hada inma yakunu fi inan yasilu min a'lahu. Endi sizning digininiz bo'yicha bo'lsa, bir qacha yoki shishida yog'inda binas bo'lsa, masalan, ust tarafidan quysak, ustidan suzuk taraf tushib, keyin undan dug' taraf tushdi. Lekin wa hada yasilu min asfali. Lekin bu dug' xun nereden keladi? Tuvan tarafidan. Tuvan tarafidan keladi. Fayjib an takuna al-kudra awwalan. Undan keyin oldidan tushadigan narsa shu dug' tushishi lozim. Chunki bu hozir bir nimaga o'xshash desak, kaljarra bir ko'p masalan. Yak idish ya ko'zidek bir narsani deb tasavvur qilsak tanfaqibu min asfaliha yak tufqabu min asfaliha tigidan tush kechirsak at tigida o'rnagan dug' bash tushidi buni suzuk taraf tushmaydi yuqoridan demak fa innahu tasilul kudratu awwalan kaza hada undan keyin mush baliyat qudun tushgan kunnomo dastlab qilib shu dug' tarafi tushishi mumkin deb biqdi. وحكم الحيض والاستحاضة والنفاس إنما يثبت بخروج الدم إلى الفرج الخارج. عند حيض واستحاضة والنفاس مش اشترلك يعني ayollardan keladigan mush اشترلك xunning hukmi qachon kuchga ega bo'ladi desa sirtqi tarafga chiqqanda undan hisob bo'ladi. Yani ayollarning tanasul yo'lining ma'lum riya kelib sırt çıkmagan ahvalda taxavun manda heiz köde yoki bir narsa chiqdi demaymiz deydi. Li'annahu ma lam yadhhar çünkü o sırt çıkmagan ahvalda fa huwa fi ma'dinihi. Davamkin bu öz makanı tuğandak. Yani balayatqının işi tuğan bilan o'xshash demakchi. Bu hamda dastlabda odat boshlangan chaqda gap ma'lum. Lekin heiz boshlanib, heiz ko'rayotgan chaqda bu heiz taxa badanning sirtiga chiqsin chiqmasin Heyzden hükmü hesap. Lekin dastlab qilib heyz boshlangan chaqda tanasul a'zoni eng sirtiga chiqsa unda hesap bo'ldi. Qala wat-tuhrul mutakhallilu fil muddati haydun. Endi heyz ko'rdigan kunlar 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun masalan, yo 7 kun desak, ayollar har oyda ashundan muayyan kunlarda ko'rdi odat. Allohu akbar. قال والطهر المتخلل في المدة حيض. Heyz ko'rayotgan shu kunlarda orliqda xun kelmay pakiz tug'an bo'lsa-mu, yana heyz hisoblandi. Masalan, 5 kun heyz ko'rdigan bo'lsa, 1-2 kun kelib orliqda yarim kun, yana 1 kun kelmay keyin kelib davomlashgan bo'lsa, yana la heyzlar hisoblandi. Namoz o'qimaydi shu chog'da. لأن المدة لا تستوعب بالدم. Çünkü 5 gün adet gördü dese 5 gün to'xtamay xun qildigan ahvol yo'q. Orliqda to'xtab, yani keyin kelishi mumkin. Fa'tubira awwaluha wa akhiruha. Davan ekan biz dasb bilan eng oxirini ko'z tutamiz, shuni hisob qilamiz. Qala wa huwa yusqitu 'an al-ha'idi as-salata asla. Heyzda ayoldan namozni saqit qilib o'tadi. Butunlay aslarning tigidan zal. Undan keyin qazosini qildirishmi yo'q. Namoz farz bo'lmaydi. Va yuharrimu alayha as-sawma. Ro'z tutishni harom qilib o'tadi. Fataqdihi. Undan keyin saqaygan chaqda tutib oladi. Li qawli Aisha radhiyallohu anha, Hazrat Aishaning mushu sahihindagi mushu hadisi ayollardan birisi kelib nima uchun ayzlar namozning qazosini qilmaydi, ro'zining qazosini qiladi degan chaqda Hazrat Aisha siz haruriyalik xavarij-mi deb so'ragan. Ondan keyin men xavarij emas, lekin bilib olay deb so'radim degan chaqda Hazrat Aisha kunna nisa'u ala ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam yaqdina as-sawma wa la yaqdina as-salat. Yaki kunna nu'maru bi qada'is sawmi
ولا نؤمر بقضاء الصلاة degandek hadislar kelgan bo'lg'achqa, ya'ni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonida, davrida namozni qazosini qilmaslikqa, ya'ni qayta keyin saqaygandan keyin o'qimaslikqa, lekin ro'zini saqaygandan keyin tutib olishga buyurildik degan mush hadisga asosan ro'za gadanni saqib bo'lmaydi, keyin saqaygan tutib oladi, lekin namoz gadanni saqib bo'lib ketadi dedik. ولأن الصلاة تتكرر في كل شهر وكل يوم. Yani qo'shimcha aqliy dalil namoz degan har kuni, har haftasi, har oy, kunda 5 vaqt takrorlanadigan bir ibodat. Fatuhraju fil qada. Undan keyin saqaygandan keyin o'qiyman deb qolsa qiynalib qoladi. Was-sawmu fi sanati marra. Unda ro'z degan bir yilda bir oy Ramazon oyida ro'z farz bo'lg'achqa fala haraj. Saqaygan chaqda ro'zini tutib olsa qiynalib qolmaydi. Qala al-musannif rahimahulloh taala va yahrumu wat'uha. Hayzda ayolga yaqin kelishga bo'lmaydi. Yani jima qilish bo'lmaydi demakchi. Li qawlihi taala va la taqrabuhunna hatta yatahurn. Ash oyatda va yasalunaka anil mahid. Qul huwa idan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Paklanğanğa kadar yakın kelmanglar ezdayallarga dedi. Ve nahyu lit-tahrim. Yani yakın kelma degandikan o'shada cheklash, to'sash haramlikni ko'rsatadi. Yani usuli qoida an-nahyu tufidu at-tahrim wal amru yufidu al-wujub degan qoida. وإن وطئها في الحيض طائعين أثما. Hezdar halatda jima qilib qolsa, ta'i'ayni, har ikkisi o'z ixtiyori bilan jima qilib qolsa, har ikkisi gunohkor bo'ladi. Va yakfihima al-istig'for va tavba. Bunda ahvolda unda kaffarat beradigan bir ish yo'q. Alloh taoladan mag'firat qilishini tilab tavba qilsa bo'ladi. Li qawli Siddiq radhiyallohu anhu liman sa'alahu an zalik. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan birisi so'ragan chaqda bergan mush javobiga asosan deydi. Istagfirullah va la ta'ud. Istig'for aytib bundan keyin qilsamma debdi. Wa in kana ahaduhuma ta'i'an wal akharu mukrahan. Birisi o'z ixtiyori bilan, yana birisi xohlamasimi jima qilgan bo'lsa, masalan ayoli men kasal bo'lmaydi desa, yaqin kelib qolgan ahvol bo'lsa, athimat ta'i'u wahdahu. O'z ixtiyori bilan yaqin kelgan kishi gunohkor bo'ladi. Qala fil fatawa, al-fatawa degan so'z bu Hanifi mazhabda biz imomdan kelgan qarashni 3 turga bo'lgan. Zahir rivoya, an-nawadir, zahir rivoya degan ishonchli rivoyat. Shu Imom Muhammadningki 6 kitobida kelgan qarashlar. An-nawadir wal waqi'at degan, an-nawadir degan ikkinchi darajalik manbalar, 3-chi darajalik manba al-fatawa wal waqi'at degan. Bu nimadan iborat desa, imomlardan bir masala haqida bir qarash kelmagan. Kelmagandan keyin shu mashayixlar yoki navri shogirdlar, paynavri shogirdlar binas deb baqqan onlar. O'zi ijtihod qilib bergan javobni fatvolar deb ataydi. Undan keyin bu 3-chi darajalik manbalarda shunda kelgan deydi. Va hada fil hukm. Va hada fil hukm degan hayzda holatda jima qilib qolgan ahvolda buning hukmi nima desa, istig'for aytib tavba qilsa bo'ldi. Uning boshqa alohida manda qilishi lozim deydigan bir hukm yo'q deydi. Va yustahabbu. Endi uning manda qilishi lozim, vojib degan hukm yo'q. Lekin manda qilsa yaxshi, mustahab degan bir hukm bor. Va yustahabbu an yatasaddaqa bi dinar. Bunda ahvolda hamda manda qilsa yaxshi, afzal deyiladi. Lekin cho'qim munda qilish kerak degani yo'q. Cho'qim istig'for aytib tavba qilish lozim. Ammo qilsa yaxshi deb qaralgan ishlardan
en yatasaddaqa bi dinar ev nisf dinar. Bir tilla yoki yarim tilla sadaqa bermesi yaxshi debdi. Bir tilla deganimiz 4 gram chorak oltin. Ya'ni 250 ga 300 ga hisoblsak 1300 ga atrofida bir narsa bo'ldi. Ev nisf dinar yoki yarim tilla debdi. Bu bir qarash. Qila ma'nahu, endi buni izohlab qachonda yarim tilla sadaqa beruvdi, qachonda bir tilla sadaqa beruvdi desa, inkan fi awwal al-hayd fa dinar. Hez dastlabda boshlangan chaqlarda jima qilgan bo'lsa bir tilla. Va fi akhirihi nisfahu. Oxirlashib to'xtamagan ahvolda jima qilgan bo'lsa yarim tilla deyilibdi. Va qila yana bir qarashda in kana ad-damu aswad, xun qop-qora yoki unda jigarangda kelgan bo'lsa bir tilla. Va in kana asfar, sal yengillab masalan sag'uch kelgan bo'lsa yarim tilla deyilibdi. Va bi jami' zalika warada al-hadith, ya'ni yarim tilla olsun, bir tilla olsun, hammasida unda hadis kelgan. Yani hadis ya da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu holatda hadis kelmagan bo'lsa-mu, sahobadan shunda rivoyat kelgan. Wa yakfuru mustahilluhu deganki damir al-jima' asna al-hayd demak. Hayza holatda jima qilsa halol bo'ldi. Uni cheklaydigan bir ko'rsatma yo'q deydigan bo'lib qolsa kafirga chiqaritimiz. Li'anna hurmatahu thabatat bil kitabi va bil ijma'. Chunki hayzaga yaqin kelishninki haromligi Qur'on Karimning aniq oyatlari bilan isbotlangan. Al-kitab mishada Qur'on Karim. Almayada masalan muxtasar quduri demaymiz. Yani bu gapning siyoqi urami qarab turib, kitob va ijmo degandiki Qur'on Karimkin deymiz. Val ijma bu ishning mushunda holatda haramligida. Qala va istamti'u biha ma fawqa al-izar. Ayol hezda bo'lib qolsa, izar degan bu belning ostiga yo'g'ildigan bir yo'kkidek bir narsa. Tikilmaga yo'kkidek, rah. Masalan, ihramlik bog'lagan joyda yo'g'iladigan izar. Ya'ni bu yerda demakchi o'g'ini kindikning ust tarafidan bahrilansa bo'ladi demakchi. لقول ابن عمر رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته الحائض. ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم so'rabdi ekan. Hezda ayolidan nimalar halol bo'ldi degan chaqda qala ma fawqal izar. Izarning ust tarafi, ya'ni belning usti demakchi. Va an Aisha radhiyallohu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني. Hazrat Aisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shar'iy ahkomlarni elib bizlarga yetkazgan. Aslida Hazrat Aishaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kichik nikohlab elib 9 yoshida billa bo'lib masalan. Mush ayol o'ttirda bo'lgan bütün ahkamlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganib, yani uy ichida ayol o'ttirda bo'lgan bütün ahkamlarni o'rganib bizga yetkazish uchun Alloh taolo unda o'rlashtirgan bo'lishi mumkin. Shunga mushunda ahvollarni aniq qilib yetkazib qo'ygan. Qur'oni Karimda Alloh taolo aniq ko'rsatgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izarni taqvolashimni buyurdi. Fayubashiruni, izar taqvogandan keyin ondan meni quchoqlaydi. Yubashiruni degan mubashara degan mush teri-teriga tekkanlikni, quchoqlashni ko'rsatgan so'z. Va ana haid, ya'ni men hayzda holatda meni quchoqlaydi. Hazrat Aisha agar mush din yetkazish ishi bo'lmagan bo'lsa, ayol o'tirdiki bu ishlarni deb jumaydi. Va qala Muhammadun yajtanibu shi'ar ad-dam. Adama yuqurdagi qarash belning yuqurisi halol dedi. Muhammad dedi yajtanibu shi'ar ad-dam. Bash qon chiqqan joydan nertusilan bo'ldi dedi. Shi'ar degan aslida astar degan bo'ldi arab tilida. Kiyimning astarini shi'ar as-sawb deymiz. Ich astari. Shi'ar degan belgi ma'nosini qildi. Shi'ar masalan, shi'ar. Mishada shi'ar ad-dam degan qon chiqadigan belgilik o'rin degandek shu parjini ko'rsatdi. Yani parjiga yaqin kelmasa ham boshqa badan halol demakchi.
Muşu söz Hazreti Ayşe'den mi rivayet kılıngan? Yani muşu heyzdalı'nın aralışışı İslam ümmeti, şu ortahal ümmet boğaçta ve kederike canlakum ümmete vasata. İlgerike ümmetlerden mesela Yahudiler ayalı heyz kırıp kalsa bir yadım yatmaydıgan, billa oturap mı tamak yemaydigan, bedenini mi tutup kalmaydigan, bunda qattiq hüküm battı Yahudiler'da. Hristiyanlıkta heyz davasını yakın kiliyordigan, bunda boşanlık battı. Ondan İslam şeriatı o'ttirhallik sübti bilan billa yatsama bo'ladigan, aralashib o'ttasini bo'ladigan normal turmush davomlashadi, lekin jima qilish islom shaklida deb o'ttirhal hukm bekitib qo'ygan. Walahu ma siwahu. Davonki shu farjiga ham yaqin kelmasa, boshqa joylar unga halol debdi. Hozir shu o'rinni belgilashda ya tarlashtirib va kanrak dairda chekilgan ahvollar bor. Birinchi qarashda kindikning yuqorisi halol dedi. Buning to'yini harom. Muhammad farjilam harom dedi. Buning dalili liqavlihi sallallohu alayhi vasallam yasna'u ar-rajul bi imra'atil hayd kull shay'in illa al-jima'. Er kishi heyzda ayoli bilan jimadan boshqa ishni qilsa bo'ldi degan shu rivoyat bo'lg'achqa. Wa lahuma ma rawayna lahuma yani Abu Yusuf va Imom Abi Hanifa'ning dalili. Yani hazır bu yerde fark tiz bilan kindik arlıqı Abu Yusuf ve İmam Ebu Hanife'nin nazarında haram yanar demek. Eyzalıkta. Bu etrafını bir daire sizip müşterek'e yakın kelmeyen demek. Muhammed cima kılmışılam buludu demek. وَلَهُمَا مَا رَوَيْنَا Şeyhan'ınki delili Abu Yusuf ve İmam Ebu Hanife İki şeyhinin delili ma ravayna biz rivayet kılgan şu hadisteydi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni diyen hadis. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem ma fawqal izari ve leysa ma dunahu. İzarning üstaripi, izarning to'yini alal bo'lmaydi degan mushu rivayet müba. Ay lahu ay yastamta biha fawqa as-surrati. Yani bu hadisin mazmunu kindikning üst tarafi bilan huzurlansa bo'ladi. La bima tahtaha. To'yindan huzurlansa bo'lmaydi demoqchi. Va fima qala Muhammadun rat'un hawla al-hima. Yani Muhammad degan qarash rat'un hawla al-hima. Bu sal xatarlik. Hima degan cheklangan rayon. ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أشهد istiko'rsatilgandek bu himoya cheklangan rayon cheklangan joyning atrofida o'tlash ahvoli ko'rilib qoldi dedi. Ikki imom hozir ehtiyot bilan muomala qildi. Yaqinroq berib qolmaslik lozim deb. Çünkü yakınlaşkan ahvalda keyin özünü tutanmay cima qilishi mumkin demek. Sözün mazmunu şu. Rat'un degan, asli rat'a degan o'tlash, o'ynash, yeb ichish degan ma'noda. Masalan, Sura Yusufda narta' va nal'ab. Undan keyin fayumna'u minhu hadaran min al-wuqu' fihi. Cima qilishdan ehtiyot qilib uni cheklaymiz. Yani tiz bilan mushkindik arliqiga zot yaqin kelmaslik lozim demak. Mishaychi bo'lsinmi? Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.